Hem tövendik babda İmam Buxari rahmetullahi aleyh aza etqa vaqtida ünlük etiş hakkında toxtulup Ömer ibn Abdülaziz aynı vaqtida Medine vali vaqtida ma'lum bir muazzinga shunaq degan. Sen aza etqa vaqtingda nayt yumshoq, bunda shirin aytqin. Bo'lmasa ma'zillikdan tashlab boshqa ishni qilgin degan. Ayni vaqtida. Bu yerda samihan degan nayt yumshoq. Kelimeler nayt iniq ovoz unlik holatda. Şoňlaşqa bir qism ulamalar şu azanni muzikalaştırışni to'g'ri qaramagan. Azanni ahanglaştırışni da to'g'ri qaramagan. Muzik sizimga keldirib, ahanglaştırışni makruh deb qaragan. Hem şundaqla bu azanni vaqirab, adamni nayt bearam qildigan. Bunda bir ovoz emas, nayt yumshoq, shirin. Hem jonliq, hem shirin. Adam bir xilda larzik saldigan, xushuga boshlaydigan. Bunda holat o'qing. Demakchi. Xo'sh. Bu hamda 609-numurlik hadis İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan idi dedi. Bu zot dedi bizga Malik Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'at al-Ansari andım Mazini. Hem bu kishi Ansari qabilasidan Mazini cemaatidan. Mazinin bir qabili. Bu adam o'zi qabil jihatdan Mazini bo'lgan bilan Madinada yashaganlik tufaylidan Ansari atalgan. Çünkü nurg'un Madinada tigi Xazraj va Xazraj qabilasidan bo'lmagan, Aws qabilasidan bo'lmagan nurg'un arablar ayni vaqtida yashagan boshqa qabilalardan. Bu qabilalarmi Rasulullohning kelishi tufaylidan Rasulullohning kutilish sharifiga erishib Ansari atalgan bo'lar. Bu diniy laqam Ansari bu yerda. Bu kishi dadisidan bayon qilib, dadisi bu o'g'liga xabar berganda Abu Sa'id al-Khudri uni shundoq degan ekanda ayni vaqtida. Men sening shu qo'yga amroq, saraq amroqligini bilib turibman o'g'lim. Sen mush qo'y boqayotgan vaqtingda yoki sarodagi vaqtlaringda namozga azon eshitsang, ovozingni unlik qilib, unlik jaranglik bir aytqin azon, unlik angla. Mush muazzinning ovozini dedi. Muazzinning shu eng yuqori ovozini jin va inson qanday narsa bo'lsa anglaydi ekan, qiyomat kuni buning guvohlik berdi. Jin anglamdi, inson anglamdi, tog' tura, daraxt, qo'y, kala, jalliq nim anglasa qiyomat kuni buningga guvohlik berdi dedi. Bu yaxshi demdi, a'zo aytdi deganda. Abu Sa'id dedi, men bu gapni Rasulullohdan anglagan gap bu. Qo'sqamdan chiqargan gap emas, anglagan gap dedi. Demak bu yerda muazzinlikning fazilatimi zo'r. Chunki insonning shu Allohga chaqirayotgan, nijotlikka chaqirayotgan, tavhid kelmasini bayon qilayotgan bir kalima va azan kalimasi degan. Shuni anglagan ekan, hayvonotlar, hasharotlar, daraxtlar, tog' daryolar, hamma mahluqotlar qiyomat kuni biz ko'rgan, anglaganda xabar beradigan gap. Anglaganni, ko'rganni. Bugungi darsimiz mushayich bor. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.